Toshkentda Yevropa Ittifoqining EU Tabassum loyihasi doirasida konferensiya bo'lib o'tdi. Unda Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtirilgan loyihaning 2 yillik yakunlari sarhisob qilindi. Konferensiya doirasida Media Ayvon 2026 milliy media forumi ham tashkil etildi. Yevropa Ittifoqi Tabassum loyihasi O'zbekistonda gender tenglikni targ'ib qilish, xotin-qizlar va yoshlarning imkoniyatlarini kengaytirish hamda media ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan tashabbus bo'lib, 2 yil davomida loyiha doirasida butun mamlakat bo'ylab jurnalistlar, blogerlar va fuqarolik jamiyati vakillari o'qitildi. Ularda jami 8 ta trening o'tkazildi. 12 ta media klub tashkil etilib, ularda 300 nafardan ortiq ishtirokchilar qamrab olindi. Mazkur loyiha zamonaviy jurnalistikani rivojlantirish markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Media Ayvon 2026 bu an'anaviy milliy media forum hisoblanadi va ushbu tadbir 3-may butun dunyo so'z erkinligi kuni arafasida o'tkazilmoqda. Loyiha natijasida biz 650 tadan ortiq sifatli tahliliy media kontentlar yaratdik va ularni aksariyati viloyatlarda yaratilgan. Loyihani yana bitta muhim natijalaridan biri biz alohida networking tizimini yaratdik. Tadbirda ishtirokchilarning e'tibori asosan loyiha natijalariga qaratildi. Unda eng muvaffaqiyatli ayollar tashkilotlarining keyslari taqdim etildi. So'nggi 2 yil davomida Yevropa Ittifoqi Tabassum tashabbusini $500 000 yevro miqdorida moliyalashtirdi. Dasturdan ko'zlangan asosiy maqsad media savodxonligini oshirish hamda ayollarning media sohasidagi o'rnini mustahkamlashdir. Yevropa Ittifoqi gender tengligini qo'llab-quvvatlaydi va erkin hamda faol ommaviy axborot vositalarining ahamiyatiga katta e'tibor qaratadi. Mazkur dastur aynan shu 2 yo'nalishni uyg'unlashtirib, kelgusida O'zbekistonda media rivoji va media savodxonligini yanada yuksaltirishga xizmat qilishi kutilmoqda. Loyihaning asosiy yutuqlaridan yana biri jurnalistlar va kontent yaratuvchilar uchun professional muhitga aylangan edusmile.uz ta'lim platformasi bo'ldi. Mazkur platforma media va huquq sohasidan tortib ekologiya, ta'lim hamda ijtimoiy fanlargacha bo'lgan turli sohalar ekspertlarini birlashtirdi. Platformada barqaror rivojlanish, iqlim va gender masalalari bo'yicha materiallar, tadqiqotlar hamda o'quv resurslari, shuningdek ijtimoiy jarayonlarni tezroq anglashga xizmat qiluvchi tahliliy maqolalar hamda hikoyalar e'lon qilib boriladi.